Semiz o'tli salatimiz tayyor bo'ldi. Buni ustiga mozzarella sirini tyorkadan chiqarib yesak, u juda ham foydali va mazali bo'ladi. Uch oldim. Tyorkadan mayda tyorkadan chiqaringlar. Salatimiz tayyor. Endi bismillah deb ko'ramiz. Mazasi juda ham zo'r bo'lar ekan. Turkiyada bemalol yeyisharkan semiz o'tni. Men birinchi marta yeb ko'rishim. Endi doim qilib yuraman bu salat. Sizlar ham yeb Turkiyada rosa ham mashhur ekan bu, ko'pchilik yerkan bu yerda bemalol. Koreyada ham salatlar qilib yeyishadi. Lekin men oddiy o't deb yulib tashardim. Endi yeb ko'raman bugun. Sizlar semiz o'tdan nimalar qilib yeysizlar? Kommentariyada yozinglar. Qaynoq suvga solish kerak gazda. Mana qaynagan suvda 1-2 daqiqa qaynagandan keyin suvdan olamiz va hamma spetsiyalarini solib aralashtirib, keyin farkovakani ustiga, farkovaka deyiladi rus tilida. Endi tabga ko'ra tuz, soya, hamma narsani aralashtirib, bemalol ozgina amoy soldim mana shundan. Mana bundan ham ozgina so'rdim. Nordongina sos.